Binoda bolalar uchun eng arzon narxda oyoq kiyim do'kon ochilyapti. Yaqinda mana ochyapti. Xudo xolasa ertaga ochiladi. Narxni Deno bo'yicha eng arzon qilib qo'yaman dedi. Hozir ichkariga kirib narxlarni ko'ramiz. Qani haqiqatan arzonmi ekan yoki qimmatroqmi ekan? Ichkariga kirgandan narxlarni ko'ramiz. Yoshroq bolalarimiz uchun shunaqa shlovkalarni, yosh kattaroq akalarimiz uchun mana shu shlovkalar olib qo'yibdi. Bularni opshi bitta qiyorak narxini necha pul qilib berasiz? 49 ming qo'yamiz. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. 49 ming so'm. Shunaqa skecherslar ham bor ekan. Bular hech bo'lmasa 149 ming bordir. Buni necha puldan qo'yib berasiz? Buni 99 dan qo'yib yuboramiz. Har xil rasvetkalar bor ekan. Bemalol kelish kerak, olish kerak. Yozda 50%, 60% odamlarda mana shu oyoq kiyimni ko'raman. 119 ming, 129 ming narxlarni ko'raman. Bular necha pul qilib qo'yamiz? 69 mingdan qo'yib yuboramiz bular. 69 ming so'm. Shunaqa klassik oyoq kiyimlar ham bor ekan. Zamishli, loropiyonalarni necha puldan qo'yib berasiz? 159 mingdan qo'yib yuboramiz. 159 ming so'm, cho'tkina. Hamma joyda 200 mingdan baland sotilgan shunaqa gantolo kitolarni shikalantaraq bitta qo'yib bering. 169 dan qo'yib yuboramiz. Vashshi lekin kelish kerak, prosta olish kerak. Xudo xolasa bu do'konimiz ertaga 8:00 da ochilish marosimi bo'ladi. Kelib hamma tovarlarimizni bemalol ko'rishlaringiz mumkin va eng asosiysi biz Instagram sahifamizga obuna bo'lib kelsangiz, alohida 5% chegirmamiz ham bor. Bizning manzilimiz oldin bilgan Fresh Market Texnomokanning ro'parasida joylashgan. Batafsilroq ma'lumot olish uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.